Daraxtlar sizning siringizni eslab qolishi mumkin. So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, daraxtlar va o'simliklar qotilliklarni ko'rishi va ularni eslab qolishi ham mumkin ekan. O'simliklar shunchaki manzarami yoki atrofdagi barcha voqealarni eslab qoluvchi tirik guvohlarmi? Lekin so'nggi yillardagi tajribalar insonni shok holatiga olib keladigan haqiqatni fosh qildi. Tadqiqotchilar o'simliklarga elektr signalini o'tkazuvchi datchiklarni o'rnatishdi va qiziq tajriba qilib ko'rishdi. Bir guruh odamlar o'simliklar bor xonaga kiradi. Bulardan biri ko'z o'ngida qasddan boshqa bir o'simlikka zarar yetkazadi. Keyin xonaga turli odamlar kirganda o'simlik hech qanday reaksiya bermadi. Ammo o'sha qotil odam xonaga kirishi bilan o'simliklar elektr faolligi birdaniga keskin ko'tarilib, xuddi insonlardek kabi stress va qo'rquv signallarini yubora boshladi. Bu shuni ko'rsatadiki, o'simliklar insonlarni qotilligini, uni shaxsini va yuz tuzilishini butunlay eslab qolishi ham mumkin ekan. Ular ko'zi yo'q bo'lsa-da ko'ra oladi, qulog'i yo'q bo'lsa-da atrof muhitni tinglaydi. Eng dahshatlisi, xavf manbaini eslab qoladi. Tasavvur qiling, asrlar davomida o'rmonlarda sodir bo'lgan qanchadan qancha jinoyatlarni, jangsiz o'limlarni qadimgi daraxtlar ko'rib turgan. Agar daraxtlar gapira olganda edi, tarix kitoblari mutlaqo boshqacha bo'lardi. Balki ular biz o'ylagandan ancha aqlliroq va bizning har bir qadamimizni kuzatib turuvchi sirli kuzatuvchilardir. Sizningcha bu o'simlikning bu xotirasi shunchaki elektr signallarimi yoki biz kabi his-tuyg'ularga egami? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu esa men uchun juda muhim.